Nima uchun soliq tekshiruvida buxgalteriyada juda ko'p xato kamchiliklar aniqlanadi? Sababi buxgalterlar o'zini funksional vazifasini bajarmaydi yoki bilmaydi. Masalan, ishlab chiqarish korxonalarida buxgalterlarni juda ko'p holatlarda ko'ramizki, buxgalter hamma ishni qilaveradi. Ishlab chiqarish normasini ham qiladi, texnik kartani ham yurg'izadi, ishlab chiqarish norma rasxodlarini ham hisobini yuritadi. Hamma narsani qilgandan keyin haqiqatdagi ishlab chiqarish sarf xarajatlari uchun hisob-kitoblar noto'g'ri yuritilishiga sabab bo'ladi. Buni natijasida korxonaga juda katta miqdorda jarimalar solinishiga sabab bo'ladi. Masalan, soliq auditida juda ko'p marta ko'rganmiz va guvohi bo'lganmiz. Buxgalterlar direktor tomonidan xarid qilingan mahsulotlarning hammasini sarf xarajat sifatida qaraydi va norma rasxodlari kalkulyatsiyaga umuman ahamiyat bermaydi. Bu o'z navbatida shu tekshiruvlarda mana shu mahsulotlar ortiqcha sarflanganligi yoki kamomatini yuzaga keltiradi va qo'shimcha soliqlar hisoblanishiga va jarimalar hisoblanishiga sabab bo'ladi. Aslida esa buxgalter vazifasi amalga oshirilgan operatsiyalar bo'yicha hisobni to'g'ri yuritish hisoblanadi. Bu videoni ishlab chiqarishdagi buxgalterlarga yuborib qo'ying.